Can, pok qo'ymas qatmaganda shu. Nim bo'ldi? Ay, ishlarni qilaversizlar. Ha, bo'ldi, gap qilmadim. Ishimni qilay bo'ldi. İşlerini qilsizlar shu. Ha. Gap takallashqish men bilan 25 koy berib tuslamam ben. Necha 5 koy? 25 koy. Kalınlarına dədvamı ya. Davamlıq pul deylər bana. Mən müçüm dükkandam da pijvoçanın üstüne dın kırıp işlep pul tepatma. O ötkünü bakmasam olmaz, beqish biramni ya. O joy qapamasa deb saptım 25 koydan berib tuslamam qaytib biratim bu loteriya o'ynayotgan. Jiqraq pul chiqib qolgan bo'lsa sizga berdim 50 koy qilib 250 koy qilib. Ben baldi. Ay loteriya demişler. Atır ösüler o jin. Sanın baldi. Ay sana ne bo'ldi? Sanın baldi. Ustama Satraşkan tazansı bu jin başkasına ya. Hıcılı sanmam da kızlardı pul sonra. Ay nimchatыңыз sen berib turasın nasıl 25 koy berib turan da sen. O jin men nimda qilganda adaşı bana gapti bu. Ustam bağı ama ciddilam adukan kitip kaldı ya ama ditip ustam, tayır ustam, matla adam şu. Bir ay şamaganda. Ay bir xerida jiq berib qolganda ne aytdi? O xerida jiq verib kelsin tuyuqsiz ketmesi oğutu dep qo'yib manga qo'yib Ot ketdim yanında olsa. Sen ensirep kaldım cümleye mi? Ağzını taş tuprak. Sana ağızlardan qo'yib belen gap çıkmaydı. Gap qo'yatma o jin maqzanı. Bir ay şamaganda. Bir ay bo'lmaganda hamda. Bombaganda deyishdan boshqa uqmaydi. Ot ketdimi desam biznasdan suv chiqib ketdim ya. Vaytdan Yaqinmisizlar. Bak çıkın muhabbetleşip urşayla kesli ya. Muhabbetleşe. Ha? Hocam. Kim muhabbetleş deydi bununla? Ya adaşı Vay iyi işin olan mı ya? Magap tutturun, magap da ananı deyim ha. Ma Tahir Ustam bağı, ma pul yap koygan tem bana, ma yangıratqıda inşanın birine geldi ya. Maya çıkım sap koygan tem yoqap gitti ya. Qayan chiqqan? Maya çıkımga. O da qırdыңmı ya? Sıra qo'yib etmagan la. O sevamıgan sen ya başı. Şapalaqlar birini qo'ygan. Qo'yim chiqarib qoldim meni. O'sib bo'lgan odamni menda. Adaşı. Qarchapmaydi men. Kız köpü pul tutamamdı. Voy men 25 koy topolmasam, net 200 koy kelba. Kız köpü pul tutamadı ya. Mendim yo'q, pul yo'q. Unda qilma yama urib tutdi ya men. Manga 25 koyni o'sma bamilni bepima. G'iljan qo'ysin beribsiz 200 koy. Bo'z berami? Pul yo'q. Sildi yo'qmi? Sen manga pul o'tkazib qo'yganman, bek bildi keldi meni ba yo'qligini. Qizilvaraqda ishga ko'rib qolganda qanday abay men? Unda qilma bep susmamdı. Aqto'g'lamadi ham qizal olganiku ya beni. Tuzla ichimga chiqdi. Tuzla ma'lum bo'lsa, qo'yimchoq beraldimi sal turib. Unda olib qilib qolsa-ku. Men gashlab kelaymi? Shunday qil. Deb unda toza tutun olcuma? Ma'qul. Hey. Ne? Desem demesem, sizning musiqa tuyg'ungiz, san'atga bo'lgan tushunishingiz hamma odamni besib tushalaydi, shundaqmi? Ha, bekaslar. Ya, buram ne? Ha, Çizlikma, çizlik. Bekaslar, çay içsam da, keslar. Oy. Ko'qinlar ajab yara tutdi. Ne? Nima degan qizg'in kayfiyat? Ekasiz. Nima? Bu menda tursin. Ya, qo'yib qo'ymaylimi? Ma'pirdi. Bu sizin narsangizku bu. Sizga sovg'a qildim. Jep mert keldi jimasizlar. Sizning bu manda narsa aldığını qanday bilib qolgandi bu? Shuni demamsiz. Men nurg'unlagan narsalarni oldin ola bilib olayman. Bunda deylar. Jiqishini bilib qolgan bu. Albatta, men hatto sizlarning ustiminglarning sal turib arang keldig'ini nima bilaman. Ustam. Rasul bilgan bu? Silim bo'lib topmoqmi ya? Hay, unda demayli. Men faqat va faqat psixika deymiz. Nima? Haqiqat. Xotima ya bunun ismi başı. Ana Xotima. Tamam. Mana bu narsa kerakli da ya başı. Qanday bilib qoldingiz buni? Men har qanday narsani bilalayman dedim-ku. Bu sizga muhtoj bo'lgan ekan, men sizga haqsiz sovg'a qilib etdim. Sizga bo'lgan ko'nglim bo'lib qolsin. Hamma narsa bilagan ekan, maqizvalning va ig'zini nimada ochgan shuni deb baqsilib, nimada ichib keldik bilib qolay. Fuqar. Bu yoqqa keling. Oldiroq chiq. Nimda qildi? Shunday emas chiqdi. Uy. Berk chatoq. Nima chatoq? Ya bir yaşam kaldı. Ne chatoqkan bu qizlar? Cho'qim kalis dedi va. Ishqillar, axutim. Ay, da Net gapni qildi kellar. Qizlar. Unda yaxshi. Ismingiz?
Xotime. Xotime. Xotime xanım. Şum xabardan bir narsa deyil, lekin o'zingizni shunda obdan tutib olam. Nima? Bu yoqda. Lekin sizni men tutib olay. Burningizni ilib essaq. Bu burningizning tushiga shiddat bilan yo'g'onlashga boshlabdi. Agar biz kontrol qilmasak, kalaninkida bo'lib ketishi mumkin. Kalınınkide tekim kontrol kes kılla oldu. Bugün bir baksan ya. Va kulgidek tushadi. Men aytib yo'qirish. Amsma qanday qilma? Menda amal bor. Vajji mana daya. O'zim tadqiq qilib chiqargan bir mahsulotdan birisi bor. Lekin boshqalarga tinib salmoqchimi? Ma'qul. Qarang xanım. Mana bu mening o'zim loyilab chiqargan alaydiligim. Buni qo'lingizning dumbisi akalamay ko'z tutib qo'ying. Qo'lingizning dumbisiga tashshi surimizda ikki qo'lingizni endi egiz ko'tarib, beshingizni to'xtamasdan langishtirsiz. Langishtir. Bo'ldimi? Qandayroq ta'siri bo'ldi bu ya? Bu ta'sir bo'lgandek emas. Vajji qayt qilib hamsa vajji. Siz amal qilsak kuchaytirlik. Og'zingizni o shaklda qilib, tilingizni to'xtamay ichida pildirildim. Qo'lingizni ko'taring. Beshingizni qo'shing. Tirishing. Tirishing. Bu ne ha? Kılama diye bırak vajji. Bak kayna. Siz bakıp kalsın. Qila oldimmi? Qila oldingizmi? Qandayroq hissiyatda bo'ldingiz? Shunda belangan naningli bu. Layning kuchi. Naningli emas. Ha. Buni biz atrofimizda topolmaymiz. Bu degan Gretsiyaning laylari. Yomg'ir suvi o'tgan laylar. Buni biz akilib, import qilib akirib, o'zimizning shirkatida buni pishiqlab ishlab, yer osti qor suyimiz bilan birlashtirib, anonikin bozorga solmoqchi. Lekin hech kimga demang. Ma'vu maxfiyat. Hozir uchimizning orasida bilib bilmay bir xil savdo paydo bo'ldi. Nima deganda, sizlar men uchun maxfiyat saqlab bersizlar. Ha, bo'ldi. Saklaymiz. Sizlarga ishonsam bo'lamdi. Bo'ldi. Sizga kelsak, sizga faqat lozim. Sizning yuzingiz ham paqirab, temingiz shunday yaxshi turibdi. Menimcha Sizning masala yo'q. Faqat va faqat ro'yitingizda ozroq kamchilik bor. Ha, shu. Ba. Vajji abal bo'lsa min git bala aciz. Anda kimni azidatsa? Şimdi adıma koy. Sen mendan ajizman Voy, qo'ying. bo'ldi. Meni g'imimni qilishlar hozir. Maksat bu da aciz. Faqat sizning o'tkirligingiz aniqga, ko'zingizning noiti mushu nimasi bor ekan. Endi anda haqni qarab isak bo'lmaydi. Ha, shu. Tushundingizmi? Bu balning masalasi bor. Men o'zim deb beraman. Ha. Qarang faqat. Sizda ig'ir g'amdan birisi bor ekan. Ig'irg'am. Pamuk. Unchalar ig'irmi? qo'ysam bo'ladi. Emas bo'lmasa. Ozroq nimchilik bor-da. Qani deb Miyeket zamanında ya. Shu boshqa ish bor emas. Shu 25 koy. Lozim. 25 koy. Vajji akıya bu. Külşüyor mu? Garitken mi sizdeki? Ya zanlık var düşendin mi ya? Siz abim 25 koy kam dediniz. 1 minutning ichida 100 yuan tepishingizga ishonamsiz. İşlemsiz. Uningga ishini 2 yilni oldi-ku. 1 minutdan ichida tillaqaman 20 koy deb baqaman. Qiyinchilik qilibmi ya? İyini kaçta almam da ya. Sen gap qilmoqchi bo'ta qo'yay. Qaranglar, bu qo'ymichilikmi bir xil talant. Talan. Vajji undas benim talattan var ya. Albatta, ishqiladigan talant egisi. Akilari atash qilamda. Bilmeye yurttum cime ya. Ibrahim Beşköy. Bu degan ishqiladigan Bek talant talant. kellar vojo. Ko'zdagmisin Seni de juma? bana başta talant. Menda yo'q. Ya, Mayli. sizdimi bor? 3 yilga talant bo'lg'achqa, men shuni sezib, bu do'konga kelganman. Sezip kaldı talan. Vajji. Ben bu ya. Men o'zim. Qarang fikam. Mikilam. Siz ham o'zingizni shunda talant dedingiz. Shunaqa. Tutam. Vajji. Bakın bu ne? Sizning haqingiz? Siz menga hikoyangizni setib berdingiz. Ma meni olib ketdi. Albatta. Bikaga. Ikki qizga qilib bersan. Shunda Vojo. Ajab mard keldi juma akasi. Yaxshi bu. Bunda talantı var adam ki 100 koydan beri versiniz. Kema kalıp ketmemsiz ya. yo'q. Men topgan pulimning hammasini saxovat ishlariga, sizlardek o't yurak yoshlarga ishiltiman deb atib etgan. Xiyal alamdı xiyal ne? Buning bahasi hammadan yaxshi. Ya, hissiyat buncha.
Bu en kıymeti. Uzakda ketki. Qani kelam. Masalan, men sizning xo'shalik hissiyotingizni setib olmoqchi satamsiz. Qanday sotdim ben onu? Masalan, sizlarning burunqi xo'shalik xo'ram o'tmishinglar yoki bo'lmasa xo'shalik xo'ram chiray mimikingiz olsa bo'ladi. Hey, ben koma 100 koy deyip nayet kuşan hazır. Yaxshi. Mana bu 1000 so'mni Chu. sizga berdim. Xo'shaligingizni setib oldim. To'liq ketibdi qo'y bu. Bir ay şomaganda. Musa bizde. Deb yengarab qo'ysam 1000 koy. Shundoq, chunki bu hissiyotingiz degan ishingizdan chiqqan narsa. Bu nihoyatda qimmatli. Obdashken baba. O'shta qiliblar. Dükkanda bizni içi olan kim ben bana. Siz Kab. kılık kılana 1000 koy yerdi. Ne? Texmi jiq pul topganingiz bormi? Elbette bana. Sizlarning pul topganlar bormi? Nihoyat yaxshi. Men mushundaq sizlardek irodalik, pul tepish istiki yuqori yoshlarni izlayotgan edim. Oy biz müşahede var, Oy, müşahede var. naq biz şu Müşahede var, anda, müşahede var, biz naq. Unda bo'lsa, hozir men bunda bir sizlarni bir sinay. Sizlar menga ishondinglarmi? Ishondim. Menga bo'lgan mushu ishonchinglar to'lib tashdimi? To'lib tashdi. Yetiş bu evi ketib qoldi. Uzanlargacha. O'zingizmi ishondingiz? Ishondim. Ovozinglar bo'shab qoldi. Ishondim. Nihoyat yaxshi. Men ham sizlarni ozroq imtihon Ha bo'ldi. Bek tasmo ya. qat'iy tas emas. Ichinglardan chiqarib bersanglar bo'ladi. Ma'qul. Ukam, siz menga lirik muzikani o'rindab bera olamsiz? Akı siz bilan muzikalardan qanday bilib qoldik? Dedim-ku, o men uchun oson ish. Maş gelen demiş kılmaz. Ishinglar mening deganimni qilsanglar bo'ldi. Siz bu yoqqa o'ting. Ey xudo. Ya akı bu çalamay qolsam qanday qilmaymiz? Sizda hargiz unday masala ko'rilmaydi, ukam. Siz degan talant egisi. Talat egisi. Undaqda mening gapimga diqqat qilinglar. Sizlar hozir bir uruq. Sizlar o'smoqchi. O'syapsizlar. Davomli o'sdinglar. Oxirida o'sib boshliq bo'ldinglar. Lekin boshliq bo'lsizlar hesab emas. Sizlar cho'qim naqsh etish bilan do'stga yetishni birlikda o'rganishinglar kerak. Chunki bu ota-bobolarimizdan miros qolgandimi? Ushban bir aqli qolgan. Esinglarda bo'lsin. Mo'ng'ullarning ota-onamning ismi nima? Chingiz qolgan. Sizning achingiz nima? Mana men olgan. Endi mushchaqda yomg'ir yig'ib ketdi. Yomg'irda qolsak mayli, lekin ko'p pul tepib, usti uchiq mashinada o'tirib yomg'irni his qilishimiz kerak. His qilayotgan vaqtimizda tuyus chaqmoq chiqib, hammamizni chul-chul qilib etdi. Mana mushtaq xushaynak. Çakmak. Çakmak. Kadar ne var? Böyle. Bak. Böyle toşa üstemek lan. Rahmat, ukam, rahmat. Vajin. Bak ta'sirli çaldım bu muzikani. Ko'zlarimni yoshlar sirg'ib yiqib ketdi, ukam. Şuna bak koy. Ben ömrümüz bilen bir şey kılıp bakmadık ya şuna bak koy. Bundaki kimdi yig'lab, ukam? Stop. Ma bizden ustan. Toşay. Tusun toşay ustan. Qanday ahvolingiz? qanday qilamiz? Po'sha efendim siz bo'lamsiz? Hemiş buldum. Sizning danqingizni men ko'p burun anglaganman. Butun shaharda sizning gapingiz. Vay aynama ha. Butken. O'zingiz uqmaysizdan, ha? Desam, nima deyman bular? Hazır. Ne buldu? Kime ha? Vajin. Hazır. Voy, Ne oldu? mendek do'stlar, Vajin mendek. ben sanmamdı. Voy, mendek. Vajin ha. Mana shunaqa qildi emasmi, Adama, voy? adama. Ha, mendek. Qayslar mau akimizning bir maslahati bor ekan. Ma ayol yuziga surdigan. Bek belankan qayslar meni o'zi sanglab ketgan terilarimni asli keltirib qo'ydi emasmi birdamning ichida? Vay can, butken, bulab koyutken. Onun üstüge 5 mutlan şide 100 koy pul taptım. Ay sil taptı oğlum ha. Bana. Vay, butkan şike ya. Tayustan bakın. Ali tutam çıksa. O pulga geldi emesmi ama yaratqa geldi. Vajin işini alıp çıkıp duruşum kılam. Çıkıp koydu emesmi ama payda kılıyor. Vajin. Halil Batır'ın sönüsken bu. Aldım bile. Sizni shu ustamlik, shu qobiliyatingiz bilan meni to'limi jalb qilib keldingiz. Rahmat. Sizning o'sha hissiyotingiz urg'ib, hatto koinotga taqab ketibdi. Vay. Ayndama. Rahmat. Bu yerda
Kamina kamtarlik bilan sizni bir yordamga talab qilaman. Voy, qada yerdim ha. Voy. Yardımın çoğunda saldım abi. Elam. Bu sizlar to'sha ustam qildi bu yo? Bu mening yordamimning haqqi. Ha. Siz menga yordam qilsizgan, men cho'qim sizga ashdan qarta haq berishim kerak. Shunda. Qada yerdim qilibman ben. Bu bak oddiy. Ha. Sizning o'sha yetaklash iqtidoringiz nihoyat kuchli bo'lib. Men sizga bak havas qilgan. Mening qo'limda ko'rmanglagan odamlar bor. Ular men bir to'da boshqarib ketamayman. Siz bo'lsangiz, mening o'rnimda ashlag'i bir bosh bo'lib, ashlag'i bir boshqurg'uchi bo'lib, ashu nimlarni ep kessangiz, nihoyat yaxshi bo'lar edi. En aldığınız yaptı mı? To'g'ri. Bizde ataman düzgesi emas mi? Bu chiqqan ustam. Rahmat. Rahmat. Nech pul ha? Bu 20 ming yen. Ha, butgan. Men adamni boshqarib bersam, mening boshim bu. Albatta. A butgan. Bu mashinangiz emas. Mashinangiz buningdimi ko'p. Bek yuqori imtiyozli Albatta. Rahmat. Butgan. Endi bu yerda bir sal bir kichik kashilib bor. Nima? U bo'lsa bizning mush adam qabul qilish sonimiz to'shab ketgan. Men sizning bu satashxona ishganligingizni uqmay qarang. Meni bir kechirib o'ting. Men sizdan samimiylik oldi, kechirim so'ray. Men sizni bilmay qoldim bu yerligingizni. Shu oldinla bu uchaylarni apsaqdi. Men shogirdlikqa. Endi sizni ilish uchun shu endi siz unishdagi eng yuqori, eng cho'ng vakolatchi bo'lasiz emasmi? Shuningga azroq chiqim qilib qolasiz. Vaqtincha u chiqimingiz patiqandan qaytib keladi. Qancha vaqt ketdi ha? Sizning qanchalik vaqt A bo'lsa, 5 kunda kelgan bo'lsa, o'tkazsak shu. 4-5 kun nadonlik qilyapsizda. 4-5 kun qolsa, meni aldamchi chiqarib olsangiz bo'ladi. Men andan yog'anchilik qilmayman. Ha. 1 kun. Voy, ujo. Neş pulga deyli uta? 25 ming. Ay, butgan. Butgan. Lekin 25 ming koy yo'q tamanda. Ma 20 ming bayayna. 5 ming koy qatitmaz, 25 ming koy bitmez. Aka, uylarga yurib akaslar qoch bo'lsizlar, nimturlar. Aslında bizden yengemiz Vişak ya. Aydaqilla. Men aydaqilla emas. Aldırmayın. Bu. Hozir kitmişim ha. Maqilla qizlar qaytib kelishmi? Ya akı. Ma akımızdan aldı, xotunum aldı, bekse bayan, pulga bek çıkıyor. Bilaman. Albatta bilaman. Abi bir stres var şey. Dep çökmem ben ne bu? Unda olganda biz madukan ishlandik shunda. Bu do'konda ishlayvermas. Men qo'y bek tas chigan bo'lmasa, Boşi. Ya akı. Madak soqmandı. Mişaklar küçülüp kep mişaklar aşmandı. sizin yenipkilar bizning ustamizlar tan qilmandi Yo'q. Sizlar bir narsani aniqlab olinglar. Biz degan o'z yo'limizda pul topadigan kishi. Hargiz bu boshqalarning ishiga to'pchachadigan odamlar emas. Haqmi jahondoshlik qilishi kerak. Biz hargiz ularning ninini yavasa qilmaydi. Aka bek isil. Bek oliyjanob kelsiz. Yo'q. Bu oliyjanoblik emas. Asli bu degan insonlarning qilishi tegishli ishlar edi. Faqat hozir oziq chiraydiganlar bo'lib qoldi. Bizdan bu ustamdan bu ishni to'pchashmaydi shundami? Ha, shu. Undan miyadimi ishiga ashni o'qigash putlashmaydigan, taqashmaydiganda? Men nima dedim? Talant egasi. Ham menimni shunda joyida o'rinlashtira oladi. Sizmi bizga kuchsizingizlar mening yuqori qatlamdagi mushu vakolatchim qatoriga o'tib ketgandasiz. Siz nima alburun hisoblab qo'ygan? Mencho, Sizdan qanday vakolatchi bo'lgansiz? men o'sha yuqori bo'lgan. Qancha yuqori bo'lsangiz badalni shuncha jiqtalaysiz. Lekin badalligidan boshqa narsa emas, qator tushunib qolmang. Sizdan pulni olmayman. Faqat avim degan mashqni qaytib versak bo'ladi. To'g'rimi? Mashqni cho'qim qaytlash kerak. Hamma mashq. Mashqni qo'y chiqsa qolmaydi. To'g'ri. Cho'qim atdigan qilib qilishimiz kerak. Bir minut vaxtınızı asamlamdı. Oy. Ya qada qilmaysiz. Qanday qilsam deb miyadim ishlab, eyadim pul tepib qilmamdan o'tayveramiz Bu boshqa. qilayli o'shnanda. Ya vallahi. Rasmida adam dedi. Ustaz, bizni qabul qilmamdi. Sizning nima qilsizlar? Bizni qabul qiling. Sizga Va cho'ng ustam bo'l, jig'ilban. Ya canım akın. Ne oldu ya? Hayajonlanib qoldim. Uzun bo'ldi-ku insonlarning muhabbatini his qilib Ha, boqmadim. bizda xap qo'yga o'xshaymiz debdiman. Bizni muhabbat degan to'shaq. His qildim. Sizlarni xato tanlamabdiman. Gapimizmi bir yerdan chiqib qoldi. Men sizlarning ishinglarni buzmay, gachida berib ustozinglar kelguncha biz to'xtamni tuzib o'tdik. Ne görmeyiz? Bizning 700 kvadrat ish. Ha, bo'ldi. Nima qildi? Biz bana evlen yaxshi. Andan nima degan odil.
Emmeyden bap beraber deydi. Şuna mı ya? Oy, hazır mamdu. Hazır Ustaz mamdu davsa. Ha, mangayla. Mangayla. Oy. Nəyə mağdın la? Usta bize ma dükkanda size pul tap kılmam bak. Dükkanda siz pul tapıdağa yavam ki? Vay ustam bizga boşroq baqirsa hozir sildama boshqa ustunimiz bor dema. Ha, şunda mı? Üslüm yakka. Oy, mana ya usta ne? Ha, ustan digine bu. Ötem yakka. Ne ki lan? Ucu. Anda koy tong. Kazzap aldamcı. Biz seni tutkul geldi uxtun mu? Men aldım. Sen aldamçı şu. Uy, usta aldamçı emas o. 5 minutdan işledim ama 1100 köp verdim ona. Kırapaksın bana pul ne? Buna. Jin galvanlı mı ekensen? Xalqına mı pul jin pulmamış o? Keyin aktırıyor mu? Ya usta ma yaratkın bədiği bana payda qıp bədi diqi. Ya sen çoğun dukan bağımıran ba? Baqa. Bak çoğun dukan diye inşan şu o. Vajji, aşımşı. Düt. Sol dükkan dikinersin. Ha, ammanın yüzümge sükedigan lay vergende. Ay, yoğanın beripti. Kirem ya gel. Nəyə mağdın? Kim kirem anı? Hey, dükkandakilerle ahmak qıp bulup, ba dükkan kelgen ma? Ya men gipim lan. Ağzını tıkı tıkı bana. Açam Ankara apa. Vay, kimsin bana? Vay bana iple bana. Men gipim davasın lan. Ya akla açla men dige aktyor da lan madem turmuş kız çapçığı bəgər düşürməmiş. Vay, Vay. bey, sen oturmuş göz. Çaq çık mənim. Bana. Şak çıkanı ona. Bana. Urgana mana vajji.